Xandam Sobirov 37 yoshda. Xonandaning Rossiyadagi muhojirlikdan shou biznesdagi hitmakerlikgacha bo'lgan muvaffaqiyat yo'li YouTube platformasida qo'shiqlari eng ko'p tinglanadigan o'zbek shou biznesining hitmakeri xonanda Xandam Sobirov 6-yanvar kuni 37 yoshni qarshi oldi. Shu munosabat bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Ota-onam ishlardi, ammo oylab maoshini ola olmasdi. Xandam Sobirov 1989-yilning 6-yanvar kuni Navoiy viloyatida dunyoga kelgan. U bolaligini quyidagicha xotirlaydi. Bolaligim qishloqda o'tgan. Hamma bolalar singari ko'cha changitib katta bo'lganman. Oilada 3-farzandman. 2 opam va bitta singlim bor. Ota-onam tinimsiz mehnat qilardi, ammo ro'zg'orimiz but bo'lganini esla olmayman. Chunki u paytlari ishchilarga oylab ish haqi berilmas, oladiganlari ham oydan oyga yetmasdi. Dadam ko'pincha ishda bo'lardi. Tarbiyamiz bilan asosan onam shug'ullanardi. Onamning hech qachon urib baqirganini esla olmayman. Ayib qilsak ham erkalab tushuntirardi. Bir kuni maktabdan qaytayotganimda yuk mashinasidan tarvuz tushirishayotgan ekan. Rosa yegim kelgan va yordamlashib yuborsam tarvuz berasizlarmi deb so'raganman. Ishlaganman, ammo juda kichkina tarvuz berishgan. Xursand bo'lib uyga ketayotganimda qo'limdan tushirib yuborganman va tarvuz yorilib ketgan. Hafsalam pir bo'lib uyga qaytganman va onamga pul bering, tarvuz olib kelaylik deganman. Onamning ham puli yo'q ekanmi, bir nechta tanga bergan. Kichkina tarvuz olib yeb o'dirsak, tog'am katta tarvuz ko'tarib kirib kelgan. Rosa xursand bo'lganmiz. Bolalik deganda ana shu voqealar ko'z oldimdan o'tadi, deydi Xandam Sobirov. Moddiy ahvolingizga qarab baho qo'yardi. Xonanda ustozlardan ranjigani va oilaviy sharoitiga qarab o'quvchini ajratish yaxshi emasligi haqida gapirdi. Afsuski, shunday voqealar bo'lardi. Ayrim o'qituvchilar o'quvchining oilasidagi moddiy ahvoliga qarab baho qo'yardi. Menda ham shunday voqea bo'lgan. Bir ustozim ko'k kamsitardi va eng past bahoni qo'yardi. Bir gal hatto bir ham qo'ygan. Onam majlisga borganida shu haqda aytgan. Onam meni urishmagan, aksincha, demak bolam boshqalardan ajralib turarkan, hatto 2 emas, bir bahoni qo'yibsiz degan, deydi xonanda. Rossiyada ishlab, uyga umuman pul jo'nata olmaganman. Xonanda oilasidagi moddiy qiyinchiliklar sabab Rossiyaga ishlagani ketgani haqida so'zlab berdi. Rossiyaga ishlashga ketganimda kollejning 1-kursini tamomlagandim. O'qituvchilar bilan gaplashib, pulini berib, 2-kursni umuman o'qimaganman. Ishlashga ketishimning asosiy sababi pul bo'lgan. Oilamiz ancha qiynalib qolgani uchun ketishga majbur bo'lganman. O'sha payt oyiga 200 AQSh dollari olishim haqida aytishgandi. Boshida pulning bir qismini berishgan, ammo keyin berishmagan. Uyga umuman pul jo'natmaganman. Arang 1 yil 2 oydan keyin O'zbekistonga qaytib kelganman. Men ham ko'pchilik qatori Rossiyada qurilishda ishlaganman. Yosh bo'lganim uchunmi, keyinchilik unchalik sezilmagan. Men binolarning sim karkaslarini to'qirdim. Ish paytida qo'shiq aytib o'tirsam, yonimdagilar "Xonanda bo'lasanmi? Nega bu yerlarda yuribsan?" deb ko'p so'rashardi. Xonanda bo'lishni orzu qilardim, ammo oilamdagi sharoitni bilganim uchun ham u yerdan keta olmasdim, deydi Xandam Sobirov. Toshkentda 17 yil ijara uyida yashadim. Xonanda O'zbekistonga qaytib o'qishga kirish uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rgani va shartnoma asosida o'qishga qabul qilingani. Kollejning 3-kursini o'qiganman. Ishlab pul topa olmadim, endi yaxshilab tayyorlanib Toshkentga ketaman deb niyat qilganman. Shuning uchun ham ilk urinishdayoq institutga shartnoma asosida qabul qilinganman. Bir tomondan o'qishga kirganimdan xursandman, boshqa tomondan esa shartnoma pulini qanday to'lash haqida o'ylaganmiz. Chunki buncha pulni to'lash oilamizga og'irlik qilardi. Nasib qilgan ekan o'qidim, ammo o'shanda Toshkentda yashash bunchalar og'irligini bilmaganman. Pulim kamligi uchun kichik uyni bir nechta yigitlar bilan band qilardik. Fe'l-atvari turlicha bo'lgan insonlar bilan bir uyda yashash qanchalik qiyinligini boshidan kechirganlar yaxshi biladi. Hatto istagan paytda chiroqni ham yoqolmaydigan kunlarim bo'lgan.
Keyinchalik 1-2 so'm topgandan keyin o'zim uchun alohida uyni ijaraga olganman. O'ylab qarasam, Toshkentda 17 yil ijarada yashagan ekanman, deydi Hamdam Sobirov. Guruh bilan ishlashim hayotimni o'zgartirmagan. Hamdam Sobirov kursdoshlari bilan Mango guruhini tashkil qilgani haqida gapirdi. Azizxon va Farruh bilan kursdosh bo'lganmiz. Aslida Azizxonning o'zi yakkaxon ijod boshlamoqchi bo'lgan. Unga guruh sifatida ijod qilishni taklif qilganmiz va u akalarini prodyuserlik qilishga ko'ndirgan. Avvaliga hammasi yaxshi edi, chunki biz bir-birimizni bilamiz deb o'ylaganmiz. Onam Mangoda chiqqanimni televizorda ko'rganlar, juda xursand bo'lganlar. Lekin mening Mangoda chiqishim hayotimizga hech qanday o'zgarish olib kelmagan. Iqtisodiy jihatdan oilamiz qiyin vaziyatga tushib qolganda olib chiqa olmaganman. Masalan, shunday vaziyatlar bo'lganki, oilamga 100 ming so'm ham topib bera olmadim. Lekin o'sha paytda Mango guruhida qo'shiq aytardim. Hamma taniydi, men bilan muxlislar rasmga tushadi. Tasavvur qiling, konsertda hamma men bilan rasmga tushyapti. Menga sen zo'rsan-da, hech kimni pisand qilmaysan deyishyapti. Lekin ishonasizmi, o'sha vaqtda cho'ntagimda bir tiyin pulim yo'q, qornim och edi. Tezroq borib nimadir yeyman deyman, lekin bu vaziyatni hech kim tushunmaydi. Odam yulduz bo'lishi mumkin, lekin bu boy bo'ladi degani emas. Hamma yulduzlar ham boy emas. Bu narsani qanday baholashni bilmayman, deydi Hamdam Sobirov. Xonandaning guruhdan ketishiga nimalar sabab bo'lgan? Guruhning boshqa a'zosi Farruh Raimov Mangoning tarqalish sabablarini kibr, manmanlik, mashhurlik va oilaviy gap-so'zlar bilan izohlagan. Ammo 2025-yilning boshida ikki eski qadrdon do'st yana yarashib oldi va duetini muxlislariga e'tiboriga taqdim etdi. Yakkaxon ijod omad keltirdi. Hamdam Sobirov Mangoni tark etganidan so'ng yangi a'zo qabul qilindi va bir muddat ijodni davom ettirishdi. Ammo natijalar kutilganidek bo'lmadi. Hamdam Sobirov esa juda qisqa vaqt ichida maktabimda qo'shig'i bilan yakkaxon ijrochi sifatida tanilib ketdi. U hozir nafaqat xonanda, balki bastakor sifatida ham hamkasblari orasida hurmatga ega. U nafaqat yoshlarga, balki ustoz san'atkorlarga ham qo'shiq yozadi. 2 karra yilning eng yaxshi erkak xonandasi. Hamdam Sobirov 2024-yilda O'zbekiston konsert ijodiy uyushmasi tomonidan yilning eng yaxshi erkak xonandasi FTV Music Awards 2024da ham taqdirlash marosimida yilning eng yaxshi erkak xonandasi mukofoti bilan taqdirlandi. Bundan tashqari Yandex Music 2024da yil artisti sovrinini oldi. Mavsum hitlarida ham e'tirof etilib, mukofotlar bilan taqdirlandi. Hamdam Sobirovning har bir qo'shig'i YouTube tarmog'ida eng ko'p ko'rilganligi bilan ajralib turadi. Shu bois uning bilan duet kuylashni istovchi xonandalar ham yetarlicha ko'p. Masalan, uning Malohat qo'shig'i va unga ishlangan klip YouTube'da 2026-yanvar holatiga ko'ra 322 million martadan ortiq ko'rilgan. Bu dunyo reytingida yuqori ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. 2025-yilning avgustida esa Hamdam Sobirovning barcha kliplari jami ko'rilgan soni 5 milliarddan oshgan. Bu o'zbek shou-biznesidagi kliplar orasida yuqori ko'rsatkichlardan biri. Menga ishonch berib, doim duoda bo'lgan ota-onamga, oilamga, barcha do'stlarimga va muxlislarimga o'z minnatdorligimni bildiraman. Hali ko'p hit qo'shiqlarimiz oldinda, deya izoh qoldirdi Hamdam Sobirov. Hamdam Sobirov ayoli Marjona bilan sevishib oila qurgan. Hozirda ularning bir o'g'il va bir qizi bor. Tadbirkorlik bilan shug'ullanaman, faqat aynan qaysi yo'nalishda ekanligini oshkor eta olmayman. Hozirgi kunda ko'proq bolalarim bilan bandman, deydi Marjona Sobirova. Xonanda qimmat avtomobillar ishqibozi. U 2025-yilning o'zida 2 marta yoz oylarida narxi $215 ming turadigan Mercedes AMG SL63 avtomobilini xarid qildi.
Kuzda esa uning mashinalari soni yana bittaga ko'paydi. Yangi BMW rusumli avtomobil xarid qildi. Xonanda farzandlari hali kichikligi va uy oilasi uchun kattalik qilayotgani bois 1,5 yil avval sotib olgan orzusidagi hashamlatli hovlisini ham sotuvga qo'ydi. Aziz kanalimiz obunachilari, sizga Hamdam Sobirovning qaysi qo'shig'i yoqadi? Javobingizni izohda yozib qoldiring.